Bugungi videoni tinimsiz boshi og'riydigan insonlar ko'rsin. Xo'p, eng ko'p uchraydigan bosh og'rig'ining davosi bor. Bu zo'riqish bosh og'rig'i. Xo'sh, bu kasallikdagi bemorlarni qaysi belgilar, shikoyatlar bezovta qiladi? Birinchi navbatda bosh og'riqlarining siquvchi, luqillovchi, qisuvchi xarakterga ega ekanligini, bosh og'riqlarining boshning ikki tomonida ko'pincha simmetrik yoki asimetrik tarzda og'rishi. Uchinchisi shu bilan birgalikda og'riqlarning o'ta kuchli emas, balki o'rta va yengil darajada, lekin asabga teguvchi og'riqlar bezovta qilishi. Uchinchisi jahl chiqqanda, och qolganda va uyqusi yaxshi bo'lmaganda bosh og'riqlarining kuchayib ketishi. To'rtinchisi ko'ngil aynishi, qayd qilish kabi belgilarning bo'lmasligi. Shuningdek, yengil miqdorda yorug'likka qaraganda bosh og'riqlarining kuchayishi va baland shovqinlarga og'riqlarining kuchayib ketishi. Bu zo'riqish bosh og'riqlarining belgilari bo'lish ehtimoli o'ta yuqori. Yer yuzida insonlarning 46-47% albatta yuqoridagi zo'riqish bosh og'rig'ini bir marta bo'lsa ham hayotida og'rig'ini tatib ko'rgan. Birinchisi bu nima? Ya'ni zo'riqish bosh og'rig'ining qanday turi bor? Bu ikki xil asosiy turi bor. Birinchisi bu epizodik turi, ya'ni bir oyda 15 kungacha boshi og'riydi, ya'ni kun ora boshi og'rib turadigan insonlar. Ikkinchisi har kuni 15 kundan ko'p, 15 kun, 20 kun, 25 kun Xudoning bergan kuni bosh og'riydigan turi bu surunkali zo'riqish bosh og'rig'i deyiladi. Xo'sh, bu kasallikning qanday davosi bor? Xo'p, bizni yurtimizda va butun SNG, ya'ni hamdo'stlik mamlakatlari, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va boshqa mamlakatlarda bu kasallikni davolashda qanday juda katta xatolarga yo'l qo'yiladi. Bu kasallikning davosi juda ham oson, dorilari ham o'ta qimmat emas, lekin albatta bunga to'g'ri diagnoz, to'g'ri o'sha zo'riqish bosh og'rig'ining turlarini, og'irlik, yengillik darajalarini qo'yib, to'g'ri diagnoz qo'yilsa, bu kasallikni bemalol davolasa bo'ladi. Xo'p, ko'pincha Amerikaga, Yevropaga borganda bemorlar chuqur tekshiruvdan o'tilib, to'g'ri diagnoz qo'yilib va arzimagan dorilar bilan ko'pincha yaxshi bo'lishadi. Aksariyat hollarda bizda teskarisi, birdan borgandan yetarli tekshirilmasdan har xil qimmat va kerak bo'lmagan dorilarni iste'mol qilib, ko'pincha bosh og'riqdan surunkali davolanmaslik holatlari uchrab turishi mumkin. Demak, davosi to'g'risida gaplashamiz. Bu kasallikni davolashda e'tibor beradigan joyimiz bor. Ko'pincha bu dorilar va dorilarsiz davolagan degan payti bu uyqu rejimi, asabiylikni boshqarish, ish bilan dam olish rejimini boshqarish kabi funksiyalarni, shu bilan birgalikda igloterapiya, massaj va boshqa fizioterapevtik usullarni ham qamrab oladi. Lekin asosiysi qanday dorilar bu kasallikni davolaydi? Albatta bu dorilarni mustaqil ishlatishga harakat qilmang, chunki har bir dori vositasini o'zini nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Birinchisi bu, ya'ni oddiy kuchli og'riqlarni yo'qotuvchi dori vositalar. Birinchisi oddiy bu paracetamol. Paracetamolni tavsiya etiladigan dozasi 1000 va 500 dan 1000 mg-gacha bu paracetamolning o'zi bosh og'riqlarini yo'qotadi. Ikkinchisi ibuprofen tarkibli dorilar. Bu ibuprofenni 200 mg dan 400 mg-gacha iste'mol qilish bosh og'riganda faqat og'riq qoldirishda yordam beradi. Keyingisi bu oddiy diklofenak. Ko'pchilik biladigan diklofenak bu arzon, qimmatli, hamma aptekada ham bor. 50 va 100 mg o'rtasida iste'mol qilish bir martalik dozasi bosh og'riqlarini yengishda yaxshi yordam beradi. Ketoprofen yoki aspirinni ham qo'llash mumkin, lekin aspirinda ko'proq gastropatiya, oshqozonda yara va bronxial astmalarda qo'llab bo'lmasligi tufayli bu yuqoridagi aspirinni ishlatish maqsadga muvofiq emas bu kasallikda. Ikkinchisi profilaktik davolash, ya'ni bu kasallikni tagidan butkul davolash maqsadida xo'p, dorilarning guruhlari bor. Birinchisi bu tritsiklik antidepressantlar. Bu nima degan savol tug'ilishi mumkin. Bu bosh og'rig'i bo'lsa, antidepressantni bosh og'rig'iga nima aloqasi bor degan savol tug'iladi. E'tibor beramiz. Antidepressantlar faqat depressiya kasalligini davolashda ishlatilmaydi. Bu dorilarning boshqa bir ta'siri ham mavjud bo'lib, bu surunkali zo'riqish bosh og'rig'i o'zi nimadan keyin kelib chiqadi? Bu zo'riqish bosh og'rig'i ko'proq bu boshning tashqi mushaklari,
perikran bo'yin va boshning mushaklarida kuchli tortilish hisobiga bu trigger tochkalarining hisobiga og'riqlar yuzaga keladi va bu antidepressantlar ko'proq o'sha serotonin bilan bog'liq bo'lgan notseptiv sistemani to'g'irlashligi tufayli bu bosh og'rig'ini davolaydi. Birinchi tipik vakili bu trissiklik antidepressantlar. Bu dorilarni 5-10 milligrammdan faqat kechqurun bir mahaldan boshlab davomiyligi 25-50, ayrim holatlarda 75 milligrammgacha ham oshirishsa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi guruh dori vositasi bu Siyoz degan gruppamiz bor. Bu selektivniy ingibitor обратного захвата serotonin yoki serotoninni qayta so'rilishini to'suvchi dorilar. Bular ham antidepressant, duloxetin yoki shu bilan birgalikda sertralin kabi dorilarni qo'llash ham bosh og'riqlaridan qutulishda o'ta samarali vosita hisoblanadi. Keyingisi bu miorelaksantlar. Ko'pincha miorelaksantdan maqsad bu boshdagi tashqi mushaklarni, og'ruvchi mushaklarini, bu og'riqlarni yo'qotish. Misol uchun tizanidin 2, 4, 8 milligrammgacha qo'llash mumkin. Uchinchi guruh vositamiz bu miorelaksantlar. Bu boshni tashqi tomondagi mushaklarini tortishini yo'qotuvchi dori vositalari. Bular misol uchun tizanidin 2, 4, 8 milligramm. Ikkinchisi tolperizon sostavli tarkibli dorilar. Bular 150, 300 va 400 milligrammdan kuniga bir mahal qo'llanganda davomiyligi ko'pincha 10-15 kun davom etadi. Bu bosh og'riqlarini davolashda o'ta samarali vositalardan biri hisoblanadi. Keyingi aytadigan narsamiz bu bosh og'riqlarini davolash qancha davom etishi kerak. O'rtacha 6-8 hafta davomida, lekin 6 oy, 9 oy ayrim paytlarda og'riq kuchli bo'lsa 1 yilgacha ham cho'zilishi mumkin. Endi bosh og'riqlarini davolashda bizni yurtimizda va boshqa bizga qo'shni bo'lgan mamlakatlarda ham juda katta xatoligi bor. Bu qaysi? Ya'ni ko'p miqdorda kerak bo'lmagan kapelsiyalarni, osma ukollarini yozishlik. Misol uchun paracetam yoki serodalizin yoki o'sha karteksin kabi dorilarni bosh og'riqda qo'llash bu xato. Bosh og'riqlaridan American Headache Society degan narsa bor. Bu Amerika bosh og'riq sotsiumi a'zolari jamiyatini va Yevropa nevropatologlar assotsiatsiyasida hech qanaqa davolash protokollarida yuqoridagi bosh og'riqlarini davolash uchun yuqoridagi preparatlar keltirilmagan, balkim ularning funksiyasi umuman boshqacharoq. Misol uchun paracetam misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, paracetamning vazifasi bosh hujayralariga oziqa olib borish va boshdagi annotatsiyasi bo'yicha oziqlanishni yaxshilash kabi funksiyalarni amalga oshirish mumkin. Lekin bizani zo'riqish bosh og'rig'ida bu xotira pasaymaydi, balki eslash, kognitiv funksiyalar bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lmaydi. O'zi bu kasallikda miyani to'qimasida pichoq siqib olsa ham og'riq sezmaydi. Balkim uni nimadan og'riq sezadi? O'sha bosh miya pardalari, uning qon tomirlarida tashqaridagi mushaklardan 3 shoxli nervning tolalari yotadi va o'sha 3 shoxli nervning tolalari bu og'riq berishni boshlaydi. Demak, bosh og'rig'ida paracetamni qo'llashlik bu xato fikr hisoblanadi. Sizda bosh og'riqning qaysi belgilari bor? Xo'p, bosh og'riqda yuqoridagi fikrlarimizga qo'shilasizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va sizga mutaxassis konsultatsiyasi kerak bo'lsa, yuqoridagi nomerlarga telefon qilib yozdirishingiz mumkin. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi.